Şirattagi hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "İza asbaha ahadukum falyaqul." Agar birerigiz tongni qarshilay ekan, shunday so'zlar aytsin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Ya Allah, sening yordaming bilan ertanga erishdik va sening yordaming bilan kechga erishibmiz. Sening yordaming bilan yashaymiz va sening ruxsating bilan o'lashakmiz. Ham yangadan senga aylanib qaytubmiz. Bu so'zlarni Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam tongni qarshilagach ayta turgan bo'lgan. Shulay biz sizni bilan oldagi darsda o'qidik. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam yuqoriga aytganda, o'ringa aytganda nindey so'zlar ayta turgan bo'lgan. Shulay bit. Ham bu duolardan qara Peygamberimiz ertan ham kechin boshqa turli bir ko'p duolar ayta turgan bo'lgan. Ham bu duolar barisidan musulmonlarning qalqoni deb atalgan kitobda bor. Ya'ni ruscha "Крепость musulmonina". Qizg'anishga qarshi ko'pimiz bu duolarni bilmaymiz degan. Agar shu duolarga aylanib qaytsak, ya'ni Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam ertan ham kechin ayta turgan duolarga aylanib qaytsak, ishinde yani bu dualar o'z ishine Allah kişinin barlık tilatin. Birinchidan anda bor Allah'ını zikr etu. Ham nindir 5 minut 10 minutluk dualarda kişi Allah'ını zikr etip o'zine elleğini zor ecir savab alar. Birinchidan buldu. İkinciden kişi o'zine nerse tili bu dualarda barisi da bor. Ne kişi ertadan turdi, ana narsa kerak, u keta ishga, ana mol kerak, ana sog'lik salomatlik kerak, u bolalarına sog'lik salomatlik tilaydi, u o'zi bilan xavf, birani ajal, birani qo'rqinish narsa, bolalari bilan qo'rqinish narsa bo'luvini tilamaydi. U o'zine boylik tilaydi, uzun umr tilaydi, to'g'ri yo'l tilaydi, noshar kishilardan, turli hayvonlardan, jannatlardan saqlanuvini tilaydi. Bular barisi da bu dualar içinde var. Bu duaların ma'nosini qarasak, bular barisi da var. Ham shunga ko'ra endi men kengash etam. Ertan kechin bu dualarni qoldirmasqa.